Chorva uchun o't mahsulotlarini maydalash uchun universal drobilkalarimiz keldi. Hozir bularning qisqacha ma'lumotlari navosigacha sizlarga tanishtirib o'taman va kimda-kim shu turdagi universal bo'lgan drobilkadan olmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Buni universal deyiladiganidan sabab xolot, qurg'ut, poya, somon, undan tashqari makkani mardagi butunicha ham bemalol kepe, yorma darajasida chiqazib bera oladi va undan tashqari maydaliklarini ham o'zingiz xohlagandaqa, xohlasangiz yirikroq, xohlasangiz maydaroq, xohlasangiz kattaroq qilib istalgan razmerda chiqazib beradigan bu universal drobilkamiz bo'ladi. Va undan tashqari bir narsani aytib o'tib ketamiz, boshqa do'konlarda sotilayotgan universal drobilkalardan katta farqi bor akalar. Ahamiyat beringlar. Buni pichoqlari 5 qatorli emas, 6 ta qatorli qilib ishlatib kelganmiz akalar. Ahamiyat bersanglar, asosiy o't qirqadigan pichoqlari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta ahamiyat berasizlar. 6 qatorli qilib qo'ydirib kelganmiz. Hamda pichoqlari katta, o't maydalaydigan emas, o't o'raydigan. Katta traktorlarda o't o'raydigan jatkasini pichog'idan qo'ydirilgan, hamda ikkala tomoni ham arrali variant hisoblanadi. O'tda asosan mana shu 6 ta pichoq maydalaydi. Shuni hisobiga bu ham baquvvat bo'lish kerak, hamda qatori ko'p bo'lsa, o'tda mayroq chiqazib beradi. Shuni hisobiga 6 ta qatorli qilib ishlatib kelganmiz akalar. Xo'p, ishlash prinsipini tushuntirib o'taman. Bu tomonidan xolot, qurg'ut, poya, somonni bemalol solasizlar, o'tni o'zi avtomatik bunkerga tortib oladi. Bunkerga o'tni tortib olgandan keyin o'tni maydalab, xohlasangiz eng tevadan, xohlasangiz o'rtasidan, xohlasangiz eng tagidan 3 ta joydan o'tni chiqazib bera oladi. Xo'p, undan tashqari orqa tomonida katta bunkeri bor. Bu bunkeriga bug'doy, makkani o'qalangani va makkani sotasi bilan butunicha mardagi bilan solsangiz ham kepek, yorma darajasida chiqazib bera oladi. Xo'p, istalgan razmeringizda chiqazasiz deganimdan sabab tay tomonda mana bunaqa o'ziga setkalar qo'shib beramiz. Mana shu setkalarni past tomoniga ham qilib qo'yasizda, shu qo'yilgan setkani razmerida maydalab chiqazib beradi. Bu eng katta setkasi. Bundan maydaroq, mayirroq setkalari ham bo'ladi akalar. Xo'p, yana bitta ahamiyat beradigan joylari listi qalin, 2,5-3 list tenkalik qalin baquvvat listlardan yasalgan. Ichkari tomonlariga ham ahamiyat bersanglar, pichoqlarni qo'ydirib olib kelganmiz, hamda urib maydalaydigan dukular ham ikkitali variant hisoblanadi. Xullas, puldan ayanmasdan sifatini eng zo'ri qilib olib kelingan. Yon tomondagi asosiy katta pichoqlar ham qalin baquvvat pichoq qo'yilgan. O'tmas bo'lib qolsa, orqa tomonda bolt gaykasidan yechib o'tkirlab ishlatsangiz bo'ladi. Pachimnilari maslenli bo'ladi. Har 2-3 oyda maslaq quyib tursangiz, pachimni yengil aylanib, o'tni yaxshiroq maydalab beradi. Hamda orqasiga qo'yiladigan motorga ham nagruska kelmaydi. Ramalariga ham ahamiyat bersanglar, baquvvat ramalardan qilingan. Bemalol bitta joydan ikkinchi joyga yetalab yursanglar bo'ladi akalar. Xo'p, ko'pchilik savol beradi, nima uchun ham buni motori qo'yilmagan deganlar uchun. Ko'pchilik joylarda tok past bo'ladi, hamda tok o'ynaydi. Masalan, 220 dan 180, 200 gacha tok pasayib ketadigan joylarga pastroq tokda ishlaydigan motor qo'yib beramiz. Xohlaganlarga baland tok bo'ladigan bo'lsa, baland tokda ishlaydigan motor qo'yib beramiz. Xohlaganlarga benzinli, solarishli motor ham qo'yib berilaveradi. Shunga qarab motor qo'yilmagan bo'ladi. Narx-navosi ham qo'yiladigan motorga qarab narxi o'zgaraveradi. Eng arzon motori bilan 3 million so'mdan tarqatyapmiz. Boshqa joylarda 3 million 300, 3 million 500 sotilayotgan modellari bilan aytyapman. Narxini biz 3 milliondan beryapmiz. Boshqa do'kondan 300 ming, 400 ming arzonroq, bizda optim bo'lganligi uchun. Xo'p, boshqa katta motor qo'yiladigan bo'lsa 3 million 800, 4 million, 4 million 500 gacha motorga qarab narxi o'zgaraveradi akalar. Xohlanglar yig'ilgan holatda, xohlaganlarga korobka holatda, xohlaganlarga boshqa modellari ham bor. Universal deysizmi, jodu deysizmi, hammasidan 100% mavjud. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Mana shu turdagi ko'rib turgan qishloq xo'jalik texnikalaringizni Optim baza birinchi qo'l katta sklati bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxlar suv tekin narxlarda.